bir necha yillar avval onajonimni va singlimni, xolamni umra ziyoratiga yuborishni Allohning izni bilan nasib qilgan edi, yuborgan edik. Va o'zim bora olmagan edim. Onam xizmatlarini qila olmagan edim. Mana qaranglar. Hozir singlim chaqaloqligidan o'zim katta qilganman. O'zim kashasini berganman, o'zim boqqanman, uxlatganman, o'zim parvarish qilganman. Faqat tug'maganman. Xullas, bugun meni yana quchog'imda uxladi. Juda ham Alloh uchun yaxshi ko'raman. Silay rahim kuchaytiringlar. Agar qo'lingizdan kelyaptimi, onangizni xizmatini qilib qoling. Hamma narsa o'tadi, hamma narsa keladi. Hamma narsa kuni kelib erishasiz. Lekin ona g'animat. Silay rahim aka-uka g'animat. Opa-singil g'animat. Mana shunaqa oilasini yaxshi ko'radigan, yaxshi ko'rishini xohlaydigan do'stingizga shu videoni yuboring. Do'stim, oilani unutib qo'ymadik.